Samarqandda sayohatda Sobir akamizning xonadonlari mana joylar bitta chiroyli kurs soling ichkarilar. Mana shu joylarni tunikka fon qilishni xudo xolasa mana boshladik. Ko'pchilik so'rashyapti, kottej uylarni tunikka fon qilish hozirgi kunda nech pulga tushyapti? Hamma joyda narxlar har xil, kimdir arzon deydi, kimdir qimmat deydi joyiga qarab. Bu videoda men 1 metr kvadrat tunikka fonda narxi nech pul, bozor narxi nech pul va mana shu xonadonga nech pul ketganligini aniq sizlarga aytib beraman. Kottej uyingizni tunikka fon qildirmoqchi bo'lsangiz, videomizni oxirigacha ko'ring. Qani bo'lmasa biz boshladik. Jo'rabek qanday bo'lyapti ishlar? Yaxshi, Allohga shukr. Alhamdulillah tugatib oldik. Ha. Nima qoldi? Ikkita tarnov qoldi. Mana shu ikkita tarnovda qo'yib yuborsanglar bo'ldi, ha? Nasib, Xudo xolasa bo'ldi. Jo'rabek, bu ishlar qiyin bo'lmadimi? Yo'q, qiyin bo'lma. Har doim ishimiz. Cho'tka. Allohga shukr. Malades. Bu razmerlar nechiga nechi edi bu yer? To'xtang, ko'chadan birdan razmerlar aytib boshlab kelamiz. Bir boshdan ketdik. O'zbekiston bo'ylab kottejlarning hammasini razmeri bir xil. Agar sizning uyingiz kottej bo'lsa, bu sizning uchun hisob-kitob bo'ladi. Xo'p, endi hamma uyda ham naves yo'q, darvozaning tepasida mana bunaqa naveslar yo'q. Endi bu naveslar kattaroq bo'lgan. Birinchi shu navesdan boshlaymiz. Jo'rabek, naveslarimizni o'lchami nechiga nechi? Bu navesimizning devordan latokkacha 5,5 metr. Aha. Bu tomonga eni 7,5 metr. Aha. Eni 7,5 metr. Yaxshilarimizning uzunligi qancha? Devordan chiqishi qancha? Bu 14 metrga 1 metr. Aha, 14 metrga 1 metr. Darvozaxonamiz ishlari qanday? Razmerlari? Bu bo'yiga 15 metr, eniga 780. Bu ishimizni ko'rib baho berasiz. Qanday suratlar ekanligiga. Ha, bu ish emas, bu mehr deydi. Bu mehrga baho berasiz. Birdek har xil insonlarni uyda tunikka fon qilasiz, ishlaysiz. Uydagilar qanday ekan? Uydagilar yaxshi, Allohga shukr. O'zimiz qadriyatli ustalar, lekin qadrli insonlarga duch kelyapmiz. O'sha uchun ishlari zo'r bo'lyapti, ha? Yaxshi insonni ishlari ham bu tez bitadi, zo'r bo'ladi. Uyimizda ichkari qismida ham koziroklar bor. Qanday koziroklar razmeri? 5,5 metrga 1 metr chiqqan bu tomoni esa 15 metrga 1 metr chiqqan. Bu uchastkamiz azizlar kottej bo'lgani bilan Sobir akamiz uyda tomini ochib, boshqatdan qilib, o'zi odatda 40 santimetr chiqadi 20 metrga. Yo'q, buni 1 metr chiqargan. Bu yerdan imorat qolgan. Mana shu shapkalari 1 metr chiqqan. Demak, bu yerda 20 metr emas, bu yerda 30,5 metrga 1 metr chiqqan. Odatda 40 yoki 45 santimetrga 20 bo'ladi. Ichkarisi, tashqarisi ham xuddi shunday bo'ladi. Bizlarda tashqarisi esa ko'chaning navesi mana shu hammasini inobatga olganda ushbu obyektimizga 398 kvadrat tunikka ketdi. Shu o'rinda bitta narsani aytib ketaman mana. Ortib qolgan tunikkalar. Xo'p, mana bu yerda. Bular uyda egasiga hisoblanmaydi. Bular ortda necha kvadrat tunikka ortib qolsa, ular chiqarib tashlanadi hisobdan. İşlatilgan tunikaga pul olamiz. Bu bir. Ikkinchidan, ishlatilmagan tunikaga 1 kvadratdan lishni pul olmaymiz. Mana shu joyda ko'rdinglar, razmerlar o'lchamlar kottejnikini 1,5 metr emas, 1 metr chiqqan. Mana bu shapkasi 7,5 metrga 5,5 metr bo'lgan. Hammasi 398 kvadrat bo'ldi. 398 kvadrat 18 kunda tugatdik. Batamom bitishligi 64 million 100 ming so'mga bitdi. Agar ishlarimiz sizlarga qiziq bo'lsa, sizlar ham uylaringda tunikka fon qildirmoqchi bo'lsanglar, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp imolarimiz ishlab turibdi. Bizni kuzatishda davom etinglar.